Texnoproga keldik bugun. Ko'ramiz, bu yerda hozir zo'r aksiya qilib qo'yishibdi. Manzilni hammamiz bilamiz, o'sha nima deydi? Shoyon petak, Damomot petak, mana bu tomon Damobod petak. Hamma petaklar shu yerda. Bu tomon to'g'rida Namangan petagi bor, Hojini perashxonasi, u tomonda Pop petagi bor. Namangan ham qatnashadi. Avtokassada eski laylik oshxonamiz o'zimizni. Texnopro. Hozir kirib obzor qilamiz. Halol nasib muddatga zo'r narsalar berishayotgan ekan. Qani ketdik. Aksessuarlar ham zo'rlar aka. Qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. Avazjon, suyimsiz. Mazasi yaxshimi? To'g'ri, yaxshimisiz? Siz zo'r homiysiz, men to'g'risini aytaman. Ko'p narsa berib yuboryapsizlar. Hurmatli Chus bozori obunachilari, mana aksiyada shu o'zimiz o'tkazgan giveawayda eng katta homiylarimizdan birlari bizga iPhone 11 beruvdilar. Kecha topshirdik uni. Juda ham xursand bo'lishdi. Yaxshi inson, halol inson yutib oldilar. Haqiqiy hammaga obuna bo'lgan ekanlar. Endi yana sovg'a qo'shib beramiz deyapti. Xudo xolasa, qo'shib beramiz. Nima qo'shib berasiz aka? Bu safar Hot 50i modelini qo'shib beramiz Infinix'dan. Bular nima bular? Bularni hammasini qo'shib beraman mana shu yerda. Smartwatch, naushnik, tozasi ham bor. Nima qilish kerak buning uchun? Prosta tak ayting. Prosta bitta obuna bo'lib qo'yadilar bizga. Ha. Like bosib qo'yadilar videolarga. Bo'ldimi? Gap yo'q. Keyin bizda muddatli to'lov ham mavjud. Bitta pasport evaziga do'konimizga kelib, xohlagan smartfoninglarni 3 oydan 1 yilgacha bemalol muddatli to'lovga olsanglar bo'laveradi. Hech qanday alkloud taqlovsiz chiqarib beramiz. Ishonchli bizdagi do'konimizga kelib bemalol 3 oydan 1 yilgacha muddatli to'lovga olsanglar bo'ladi. Qarang, Avazjon. Ba'zi bir joyda borsa kafil so'ra, pasport so'ra, nima deydik? Plastik karta oborot so'ra deydi. Sizlarda yo'qmi bunaqa pasport yetadi. Bitta pasport evaziga. Karta oborot ham, kafil ham kerak emas. Kimga telefon kerak bo'lsa, shundoq Texnoproga kelasiz, Avazjonga uchraysiz, pasportni o'z bilan kelsalar bo'ldi. Da. Xo'p, bu yerda telefonlar iPhone deysizmi? iPhonening любой turlaridan bor ekan. 11, 12, 10X Texnopro. Xo'p, har xil telefonlar bor. Bu yerda Honor deysizmi? Barcha gadjetlar ham bor ekan. Bundan tashqari ustaxonalari bor ekan. VIP qilib qo'yishdi, qarang. Ustaxonani vashi zo'rda. Bu yerda nima tuzatasizlar aka, kelingchi? Ustaxonamizda hamma ma'lumot, press, ekran qo'yish, sensor qo'yish, batareya almashtirish, hammasini chiroyli qilib beramiz. Ishonchli, garantiyasini yozib beramiz. Program urib berishlar bor, hammasi. Albatta, hammasi programmist deyishni. iCloud, kodga tushib qolganmi, har qanaqa kodlarni ham ochib berasizlar. Albatta, ochib beramiz. Gap yo'q, mana shu nomerga telefon qilasizlar. Ishonchli insonlar, yaxshi bolalar, yoshligidan telefonning ichida katta bo'lgan Texnopro obuna bo'lib qo'yasizlar albatta. Bizni kuzatishda davom eting. Qolgan homiylarimizga ham 36tasi, 35tasi hammasiga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling aka. Sog' bo'ling.